Vayronkor o't ochish kuchi. Yuqori harakatchanlik. Suvda suzish va o'z bag'rida 7 nafar desantchini tashish imkoniyati. Bularning bari BMP-2 piyoda jangovar mashinasida mujassamlashgan. U tom ma'noda sovet muhandislik falsafasi asosida dunyoga kelgan. Ya'ni ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish oson. Biroq gap yashovchilik hamda qulaylik haqida ketganda, u zamonaviy standartlarga javob bermaydi. Shu bois Sharqiy Yevropa davlatlari BMP-2 piyoda jangovar mashinalarini Ukrainaga yuborib, tom ma'noda utilizatsiya qilmoqchi. Hindiston esa o'z ixtiyoridagi taxminan 2500 ta texnikani almashtirish uchun NATO standartiga murojaat qilyapti. Hatto Rossiyaning o'zi ham bu platformadan bosqichma-bosqich voz kechib, Kurganets 25 hamda Bumerang jangovar mashinalarini seriyali ishlab chiqarmoqchi. Xo'sh, piyoda jangovar mashinalari tushunchasini harbiy ilm-fanga olib kirgan. O'z namunasida birinchi bo'lib seriyali ishlab chiqarilgan va taxminan 50 ta davlat qurolli kuchlarida xizmat qilayotgan zirhli texnikadan qutulishni nega hamma xohlab qoldi? Bugun shu haqda gaplashamiz. Boshlashdan oldin mehnatimizni like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz innovatsiyalarni qadrlaymiz. Biz sohaga yangiliklarni olib kiramiz. Biz qurolli kuchlar tuzilmalari uchun 100 ga yaqin turdagi harbiy va ikki xil maqsadli mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Ballistik jiletlar, himoya dubulg'alari, tungi ko'rish va mo'ljalga olish optik moslamalari hamda uchuvchisiz uchish apparatlariga qarshi tizimlar. Bularning bari xalqaro sifat talablariga javob beradi. Sahro Tactical, Mergan, Hamroh va Special Steel bizning brendlarimizdir. Startap va tashabbuslarga ochiqmiz. Innovatsiya texnologiyalar markazi. Sadoqat, sifat va ishonch. BMP platformasining tarixi Ikkinchi jahon urushiga borib taqaladi. O'shanda har ikkala lager qo'shinlarini usti ochiq platformalarda tashir, bu esa talofatlarga olib kelardi. Urushdan so'ng SSSR hamda G'arb muhandislari askarlarni jangovar pozitsiyaga xavfsiz olib borish, zarurat tug'ilgan taqdirda o't ochish bilan qo'llab-quvvatlash uchun texnika ustida faol ishlay boshladi. Bu ishni birinchi bo'lib obyekt 765 nomi bilan Sovet ittifoqi uddaladi. Platformani seriyali ishlab chiqarish 1966-yildan boshlandi. BMP-1 piyoda jangovar mashinasi shu tariqa dunyoga keldi. Uni jangovar harakatlarda birinchi bo'lib Misr armiyasi Isroilga qarshi qo'lladi. Arab davlati 1973-yili qiyomat urushida BMP-1 piyoda jangovar mashinalardan keng foydalandi. Biroq misrlik harbiylarning yangi texnikaga bergan bahosi ziddiyatli edi. Ular piyoda jangovar mashinasining yuqori harakatchanligi va o't ochish kuchini ijobiy baholashgan. Qolaversa, amfibiya xususiyati Suayish kanalini kechib o'tishda ancha qo'l kelganini ta'kidlashgan. Biroq arablar texnikaning zirhi yupqaligini, shu bois snaryadlar tugul hatto 12.7 mm kalibrli o'qlardan ham himoya qila olmasligini qo'shimcha qilishgan. Bundan tashqari, ular 73 mm kalibrli Grom to'pida aniqlik pastligini, shuningdek snaryadlarni qo'lda yuklash ancha vaqt olishini ta'kidlashgan. Oradan bir necha yil o'tib, sovetlarning o'zi ham xuddi shu kabi muammolarga duch keldi. Qizil armiyaning Afg'onistonga bosqinida BMP-1 piyoda jangovar mashinasining ayrim kamchiliklari yaqqol ko'zga tashlandi. Ayniqsa 73 mm kalibrli to'p bu safar ham janglarda pand berdi. Boisi ular atiga 33 daraja vertikal burchakda ko'tarila olar. Bu esa tog'lar tepasidan turib pistirma uyushtiradigan afg'on mujohidlariga qarshi samarasiz edi. Shundan so'ng SSSR muhandislari zimmasiga mavjud kamchiliklarni bartaraf etish vazifasi yuklatildi. Chelyabinsk traktor zavodi va Kurgan mashinasozlik zavodi konstruktorlik byurolari o'zaro raqobatga kirishib, obyekt 768 hamda obyekt 681 prototiplarni namoyish qildi. Ammo harbiylar ularni xizmatga qabul qilishdan bosh tortdi. Boisi ushbu modellarda 73 mm kalibrli to'p saqlanib qolingandi. Shundan so'ng Kurgan marsh zavod muhandislari qurol tizimiga nisbatan yondashuvni o'zgartirib, 30 mm kalibrli 2A42 avtomatik to'pini o'rnatdi. Yangi texnikani ilk bor Afg'onistonda jangovar sinovdan o'tkazishdi. 2A42 avtomatik to'pi 74 daraja vertikal burchakda ko'tarila olgani bois uni BMP-1 ga nisbatan ancha yuqori baholashdi. Shu va boshqa omillardan kelib chiqib, komissiya uni seriyali ishlab chiqarishga qaror qildi. BMP-2 keng jamoatchilikka ilk bor 1982-yilgi harbiy paradda namoyish etildi.
BMP-2 o'zidan oldingi BMP-1 modeli bilan umumiy platformada ishlab chiqarilgan, ammo bu ikkisi o'rtasida jiddiy farqlar bor. Masalan, yangi texnikaga biroz oldin ta'kidlanganidek 30 mm kalibrli avtomatik to'p o'rnatilgan. U 1 daqiqada maksimum 800 ta snaryad otishi. Eng uzog'i 4 kilometr masofadagi nishonlarga talafot yetkazishi mumkin. O'q-dori zaxirasi esa 500 tani tashkil etadi. Qolaversa, piyoda jangovar mashinasi minorasiga 762 mm kalibrli Kalashnikov pulemyoti ham integratsiya qilingan. Agar og'ir zirhli texnikalar va mustahkamlangan nishonlarga qarshi kurashishga to'g'ri kelsa, konkurs yoki fagot tankka qarshi raketa tizimlari qo'llaniladi. Barcha qurol tizimlari jangovar mashina minorasi qaysi tomonga burilsa, o'sha tarafni nishonga oladi. BMP-2 piyoda jangovar mashinasining vazni o'rtacha 14 tonnani tashkil etadi. Uni 300 ta ot kuchiga ega dizel dvigateli harakatlantiradi. Zirhli texnika buning sharofati bilan o'z tezligini 65 km/soatga yetkazishi, bir marta yonilg'i quyish orqali 600 km masofani bosib o'tishi mumkin. Uni 3 kishilik ekipaj boshqaradi. Orqa bo'limda 7 kishilik desant bo'limi joylashishi mumkin. BMP-2 ularni kichik kalibrli o'q-dorilardan muhofaza qilib, murakkab relifda harakatlanishi, shu bilan bir vaqtda o'zining vayronkor qurol tizimlaridan o't ochishi mumkin. Endi nima uchun armiyalar BMP platformalaridan qutulishni istashini, boy davlatlar esa uning hatto eng so'nggi modelini ham sotib olishga shoshilmayotganini izohlasak. Hozirgacha sanab o'tilgan yutuqlar va texnik xususiyatlarga qaramay, BMP harbiylar orasida sevimli texnikaga aylanmadi. Hattoki ko'pchilik uning ichida ketgandan ko'ra ustida harakatlanishni o'z hayoti uchun xavfsizroq deb hisoblaydi. Bunga bir qancha omillar sabab. Ba'zi kamchiliklar vaqt o'tishi bilan, masalan, tankka qarshi raketa tizimlari hamda FPV dronlar ommalashishi ortidan paydo bo'lgan bo'lsa, yana boshqalari loyihaning ilk kunlaridan beri mavjud. Ya'ni ayrim salbiy jihatlarga avval boshidan ko'z yumilgan. Masalan, BMP platformasi, xususan uning BMP-2 modeli qalin zirh bilan maqtana olmaydi. Muhandislar rikoshet omilini hisobga olib, uning old korpusini 57 daraja qiyalik asosda ishlab chiqargan. Shunga qaramay, bu yerdagi po'lat zirh 15 mm bilan cheklanadi. Korpusning yon va orqa qismlari bilan esa vaziyat yanada og'irroq. Ularning qalinligi, agar buni shunday deb atash mumkin bo'lsa, 13 mm dan 15 mm gacha boradi. Minorada esa bu ko'rsatkich 20 mm dan 33 mm gacha yetishi mumkin. Biroq tom qismi, xususan minoraning usti eng zaif himoyalangan joyi hisoblanadi. Bu yerdagi po'lat qalinligi bor yo'g'i 5-12 mm ni tashkil etadi. Soddaroq aytganda, piyoda jangovar mashinasining old proyeksiyasi ayrim masofalarda 14-15 mm kalibrli zirh-teshar o'qlarning to'g'ridan-to'g'ri zarbasiga dosh beradi. Yirikroq kalibrli to'p yoxud granatomyot orqali yon tomondan berilgan zarba esa uning ichidagilar hayotiga jiddiy tahdid tug'diradi. Boisi BMP-2 ning bu qismidagi po'lat 762 mm kalibrdan yuqori bo'lgan o'q-dorilarni tutib qola olmaydi. Kamikadze hamda bombardimonchi dronlar keng qo'llanilishi sabab BMP piyoda jangovar mashinasining bu kamchiligi yanada yaqqol ko'zga tashlana boshladi. Boisi ularning birinchisi texnikaga uning eng nozik nuqtalari, jumladan yuqorisi hamda ortidan zarba beradi. Ikkinchisi esa ochiq qolgan lyuklar ustiga granata tashlab, texnika ichidagi o'q-dorilarning detonatsiyasiga sabab bo'ladi. Darvoqe, ayni shu o'rinda detonatsiya, ya'ni ikkilamchi portlash xavfi haqida gapirmasak bo'lmaydi. Chunki ayni shu omilning o'zi fojiali portlashlarga, eng achinarlisi son sanoqsiz insonlarning texnika ichida yonib ketishiga sabab bo'lgan. Gap shundaki, NATO standartidagi piyoda jangovar mashinalari, xususan Bradleyda o'q-dorilar yaxshiroq himoyalangan holda saqlanadi. Shu bilan birga portlash yuz bergan taqdirda zarba to'lqini ichkariga emas, tashqariga yo'nalishi uchun maxsus panellar o'rnatiladi. Shu bois Ukraina urushida safdan chiqqan ko'plab Bradley piyoda jangovar mashinalarini ko'rish mumkin, ammo ularning deyarli hech biri bilan detonatsiya yuz bermaydi. BMP-2 piyoda jangovar mashinasida esa vaziyat butunlay boshqacha. Komandir va qurol operatori tom ma'noda 500 ta snaryad
baryar va 2000 tagacha o'q ustida o'tiradi. Ekipaj va ularni ajratuvchi hech qanday to'siq mavjud emas. Shu bois korpusni yorib kirgan har qanday obyekt, hatto uchqun ham soniyalar ichida detonatsiya hosil qilib, butun texnikani parcha-parcha qilishi mumkin. Ammo bu hammasi emas. Xuddi shu joyga yetganda Sovet muhandislari texnikani loyihalash jarayonida inson hayotini nihoyatda past baholagan yoki ehtimol sabotajga yo'l qo'ygan deb o'ylab qolasan kishi. Lekin bu farazlarning birinchisi haqiqatga qanchalik yaqin bo'lsa, boshqasi shunchalik uzoqdir. Xullas, masalaga qaytsak, BMP-2 piyoda jangovar mashinasida yonilg'i desant bo'linmasining qoq markazida, ya'ni askarlar suyanib o'tiradigan mana shu konstruksiya ichida saqlanadi. U o'z ichiga 460 litr dizel sig'dira oladi. Shunga qaramay konstruksiya devorlari atiga 2-3 mm qalinlikdagi oddiy po'latdan quyilgan. Ammo bu ham hammasi emas. Piyoda jangovar mashinasi asosiy bakdan tashqari orqa eshiklarda joylashgan yopiq kanistrlarda ham yonilg'i tashishi mumkin. FPV dron bilan bu yerga berilgan zarba qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini esa endi o'zingiz tasavvur qilavering. Sovet muhandislari BMP platformasini keng sonda ishlab chiqarish oson bo'lishi, harakatchanlik va amfibiya imkoniyatlarini saqlab qolish uchun yashovchanlikni qurbon qilgan. Masalan, jangovar mashina korpusining past qismi atiga 9-10 mm po'latdan quyilgan. Bu uning ichidagilarni faqat piyodalarga qarshi minalardan himoyalash mumkin. Gap 7-9 kilogramm og'irlikdagi portlovchi modda to'ldirilgan tankka qarshi minalar haqida ketsa, BMP zirhi shunchaki yorilib ketadi. Natijada portlash kuchi ichkariga to'g'ridan-to'g'ri kirib, ekipaj va desantchilar hayotiga xavf tug'diradi. Zamonaviy zirhli texnikalarda mana shu qo'rqinchli ssenariyning oldini olish uchun qator yechimlarga qo'l urilgan. Jumladan, mina portlashidan hosil bo'lgan energiyani yon tomonlarga yo'naltirib yuborish uchun korpus tubi lotincha V shaklida ishlab chiqarilgan. Zirhni quyishda oddiy po'lat emas, bir necha qatlamli kompozit materiallardan foydalanilgan. Qolaversa, platforma hamda yer o'rtasidagi masofa oshirilgan. Shu bilan birga texnika ichiga kevlar va boshqa materiallar qoplab chiqilib, o'rindiqlar shiftga yoki yon devorga mustahkamlangan. Ammo hozir sanab o'tirganlarning birortasini BMP-2 hatto keyinroq taqdim etilgan BMP-3 modellarida ham topa olmaysiz. Biroq ushbu piyoda jangovar mashinasining kamchiliklari faqat shu bilan tugamaydi. Gap optika haqida ketganda yana boshqa muammolar o'rtaga chiqadi. Masalan, BMP-2 tungi ko'rish imkoniyatlari bo'yicha zamonaviy standartlarga umuman javob bermaydi. Minoraga o'rnatilgan binokullar yulduzli kechada 650 metrgacha masofani ko'rish imkonini beradi. Agar bulutlar, tuman yoki chang sabab yetarlicha yorug'lik bo'lmasa, tungi ko'rish tizimi passiv rejimdan aktiv rejimga o'tkaziladi, ya'ni infraqizil yoritgich ishga tushadi. Biroq bunday sharoitda ko'rish masofasi 350 metrgacha kamayishi mumkin. Bu ham yetmagandek, sensorlar o'zidan nur taratib, mashinaning joylashuvini fosh qilib qo'yadi. Avvalroq BMP-2 da qo'llanilgan asosiy qurol tizimi o'zining vayronkor o't ochish kuchi bilan ajralib turishini ta'kidlagan edik. Darhaqiqat, bu ko'pchilik tomonidan tan olingan fakt hisoblanadi. Biroq 2A42 avtomatik to'pini minoraga integratsiya qilishda bir muammo to'la hal etilmay qolgan. E'tibor bering. Intensiv o't ochish rejimida quvur kuchli silkinadi. Bu bir qarashda oddiy holatdek tuyulsa-da, aniqlik ko'rsatkichiga jiddiy ta'sir qiladi. Dastlabki snaryad nishonga borib tekkan taqdirda ham qolgani bir necha metr, ehtimol o'nlab metr radiusga sochilib ketadi. Bu piyodalar va keng maydonga tarqalgan boshqa nishonlarga qarshi samarali bo'lishi mumkin, ammo masalan alohida texnikalarni nishonga olishni qiyinlashtiradi. BMP-2dagi kamchiliklarni Sovet muhandislari ham yaxshi bilishgan. Bu 1987-yili Qizil armiya saflarida yangi texnika BMP-3 ning paydo bo'lishiga olib kelgan.
BMP-3 piyoda jangovar mashinasi 100 mm kalibrli asosiy qurolga qo'shimcha ravishda 30 mm avtomatik to'pni ham saqlab qolgan. Qolaversa, dvigatel orqa bo'linmaga ko'chirilib, og'irlik muvozanatga keltirilgan. BMP-2 da asosiy yuklama oldinga tushar, bu esa suv havzalaridan kechib o'tishda tumshuq bilan botib qolish xavfini oshirardi. Ammo bir muammoni bartaraf etishga urinish boshqasining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. BMP-2 modelida desant bo'linmasi juda torligi bois undan egilib chiqishga to'g'ri kelardi. BMP-3 da esa dvigatel ayni shu bo'linmaning ostida joylashtirildi. Oqibatda askarlar texnikani tark etishdan oldin o'z ustidagi po'lat plitalarni ko'tarishiga to'g'ri keladigan bo'ldi. Qolaversa, 100 mm kalibrli snaryadlar sabab detonatsiya xavfi yanada jiddiyroq muammoga aylandi. Boshqa tarafdan yangi modelning kuchi, harakatchanligi hamda raqamli imkoniyatlari, ya'ni nishonga olish va o't ochishni boshqarish tizimlari takomillashdi. Hozir u Rossiya harbiy sanoat kompleksi tomonidan seriyali ishlab chiqarilayotgan yagona piyoda jangovar mashinasi hisoblanadi. Ochiq ma'lumotlarga ko'ra, BMP-3 ayni kunlarda taxminan 14 ta davlat qurolli kuchlari bilan xizmat qilyapti. Rossiya BMP-3 modelini seriyali ishlab chiqarish bilan bir qatorda o'z ixtiyoridagi BMP-2 piyoda jangovar mashinalarni modernizatsiyadan o'tkazmoqda. Ularga BMP-2 Berejok nomi berilgan. Dastur doirasida jangovar mashina minorasiga 30 mm kalibrli AG-30 avtomatik granatomyoti o'rnatildi. Dastlabki modellarda qo'llanilgan tungi ko'rish tizimlari Sadema sensorli ko'rish moslamasi bilan almashtirildi. U lazer masofa o'lchagich, stabilizator va eng muhimi teplovizor kanalini o'z ishiga oladi. Buning natijasida ekipaj tunda dushmanni infraqizil yoritgichni yoqmasdan, ya'ni o'zini fosh qilmasdan ko'rishi mumkin. Qolaversa, minora ustida komandir uchun alohida panoramik ko'rish moslamasi o'rnatilgan. Bu unga 360 darajani mustaqil ravishda kuzatish imkonini beradi. Shunga qaramay, fundamental muammolarning aksariyati, xususan yupqa zirh, minaga chidamsizlik va tor kabina saqlanib qoldi. Boisi ruslar sovetlardan qolgan eski falsafa, ya'ni sifat o'rniga son tamoyiladan uzoqlasha olmadi. Hozir sanab o'tilgan muammolarni modernizatsiya dasturlari, qo'pol aytganda, eskini yemash bilan bartaraf etib bo'lmaydi. Buning uchun mutlaqo boshqacha yondashuv asosida ishlab chiqarilgan texnika, ya'ni Kurganet 25 kabilar kerak. Biroq Rossiya ularni bundan 11 yil oldin namoyish etgan bo'lsa ham, haligacha seriyali ishlab chiqarishga qo'ymadi. Bunga iqtisodiy sanksiyalar, muhim ehtiyot qismlari yetkazib berishga qo'yilgan cheklovlar, eng muhimi yana o'sha eski yondashuv to'sqinlik qilib keldi. Boisi Rossiya bitta Kurganet 25 dan ko'ra ikkita BMP-3 ishlab chiqarishni yoki 4 ta eski BMP-2 ni Berejok darajasida modernizatsiya qilishni afzal ko'radi. Shu joyga qadar ko'rgan bo'lsangiz, demak ko'rsatuv sizda qiziqish uyg'otgan. Mehnatimizni like va izohlar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Sizning qo'llovingiz biz uchun yagona motivatsiyadir. Darvoqe, keyingi son qaysi mavzuda bo'lishini xohlashingiz haqida yozib qoldirish ham esdan chiqmasin. Buguncha shu, omon bo'ling.